Viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi majlislar zalida bo'lib o'tgan seminarda ishtirokchilarga elektron davlat xaridlarini amalga oshirishga doir yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Bu haqda muxbirimiz lavhasida tanishasiz. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Xarid O'z elektron davlat xaridlari tizimining buyurtmachilari va ishtirokchilari uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida tashkil etilgan seminarda sohaga oid qator yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Jumladan, tadbir ishtirokchilari birja savdolarining oshkoraligini ta'minlash, bozor narxlari mexanizmini va sof raqobat muhitini yaratish, barcha mijozlar uchun teng imkoniyatlar hosil qilishga doir innovatsion yechimlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, seminar ishtirokchilari birja tomonidan joriy qilingan yangi Xarid elektron davlat xaridlari mobil ilovasining imkoniyatlari, elektron savdoni amalga oshirish jarayonida ushbu ilovadan foydalanish tartiblari ham tushuntirildi. Tovarlar joylashtirishda moderatsiya jarayoni bor. Biz tizimda moderatsiya jarayonini sun'iy intellektdan foydalangan holda to'g'ri va to'liq joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Hamda bu tizimdan keng foydalanib kelinmoqda. Elektron tizimdan foydalanuvchilar asosan bizlarning Xarid O'z portalidan foydalangan holda o'zlarini ishlab chiqargan tovarlarini sotishlari mumkin hamda davlat buyurtmachilari ushbu tizimdan o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tanlab olish yo'li bilan savdolarni amalga oshirishlari mumkin. Bugungi seminarimizda ushbu tizim bo'yicha to'liq batafsil buyurtmachi va yetkazib beruvchilarga to'liq tushuntirib berildi. Seminarda ta'kidlandiki, endilikda Xarid O'z mobil ilovasida ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar birjaning kol markaziga murojaat qilmasdan o'zlarining so'rovlariga tezkor javob va texnik ko'mak olishlari mumkin. Bu esa tadbirkorlar uchun qator qulayliklar yaratadi. Juda ham tadbirkorlarga yangi imkoniyatlarni beryapti. Birinchi navbatda har bir tenderlarda, har bir eng yaxshi takliflarda odam omili shu paytgacha ishlatilayotgan edi. Bundan keyin yangi yildan keyin bu narsa odam omilisiz, ya'ni AI sun'iy intellekt tizimlari vositasida foydalangan holda mana shu tizimni chuqurroq shaffofligini ta'minlab beryapti. Bundan tashqari endilikda tadbirkorlar biron xil e'tirozi bo'lsa, biron xil xatti harakatlari nojoiz ko'rayotgan bo'lsa, agar birdaniga tizimni o'zida compliance xizmatlariga shikoyat va o'zlarining takliflarini berish mumkin. Bu juda ham tadbirkorlarga katta imkoniyat beradi. Yana bir yangilik, endilikda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining Xarid O'z davlat xaridlari tizimi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Litsenziya.gov.uz elektron litsenziyalash tizimi o'rtasida axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bularning barchasi elektron savdo tizimida mahsulotlarni joylashtirish va sotish jarayonlarini yengillashtirishga xizmat qiladi.